Assalomu alaykum, Arlon So'rlar obunachilari. Navbatdagi zakasimiz egalarining xonadoniga yetib keldi. Mana yaxshi odamlar uylarida futbol ko'rib o'tiribdi. Biz mana mehnatdamiz. Barselona bilan Real Madrid o'yini bo'layotgan ayni damda Real Madrid futbolchilari 12 kishiga qarshi o'ynashyapti deyishyapti. Shu rostmi? Hisob necha? Aytib o'ringlar. Biz endi ishdamiz. Ha, futbol. Futbol bugungi oradan Barsa yutdi. Barsa yutyapti. Shunaqa. Endi bitta kamda Real Madrid futbolchilari. To'g'rimi? Barselonacha ko'proq o'ynaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga so'rlar kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Marg'ilon so'rlari Fayzli xonadoningizga o'lka. Ana o'g'lim bilan so'r tashagan keldik. Ayva qilib qo'ying o'g'lim. Ayva qilib qo'ying, keyin beraman. Ayva qilib qo'ying, bo'pti deb qo'ying. Ana. Sog' bo'linglar.